Bugun biz yana bir insonni yangi hayot bosqichiga kuzatmoqdamiz. U o'z kasbiga yillar davomida sadoqat bilan xizmat qildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qilgan mehnatingiz bizning korxonamizda bu hammasi katta olqishlarga sazovor. Biz siz bilan ishlaganimizdan juda xursandmiz. Har doim bizning eshiklarimiz siz uchun ochiq. Xohlagan paytingiz kelsangiz bo'ladi, bemalol. Shu arzimas sovg'amiz bor edi. Ko'p yillar davomida olib borgan halol, samarali va fidokorona mehnatingiz, yuksak kasbiy mahoratingiz, ishga mas'uliyatli munosabatingiz hamda korxona rivojiga qo'shib kelayotgan munosib hissangiz uchun samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Muruntov koni boshlig'i tomonidan va kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi tomonidan faxriy organ bilan taqdirlanasiz. Sizga katta rahmat. Kelajakda yoshlar ham hammasi o'z joylarini topsin, mehnatlarini evaziga mukofotlar olsin, o'sib ulg'aysin. Halol mehnatingiz, fidoiy va samimiy fazilatingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Pensiya hayotingiz fayzli, xotirjam va baxtli o'tsin. Hurmat bilan, Muruntov koni.